230 ming AQSh dollariga Nesvandan 9-qavatdan to'g'ridan to'g'ri parkka qarab turgan 58 metr kvadratdan iborat xonadonimiz sotuvga chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqqa yumshoq zona qilib qo'ysalar bo'ladi, TV zona. O'zini studiya formatga ega bo'lgan oshxonasi, xolodilniklari, idish-tovoq yuvish jihozlari, bu yoq ham bitta dam bo'ladigan mягкий zona qilib olsalar bo'ladi. Hop, bu yoq tomonimizda spalni zonasi. Bemalol uxlasanglar bo'ladi. O'zining ichida shkaflari ham bor. Ayollar bo'yanadigan joylargacha tashlab ketishgan. Hop, mana bu yoqda mana shkafni pastga tushirsanglar, o'zini yana bitta detskiy paydo bo'ladi. Tepa shunaqa qilib olsanglar ham bo'ladi. Bu yoq tomonimizda kirib yurish asosiy qismi. O'zining ichida shkaf, kiyimlaringizni ilsanglar bo'ladi. Va mana shu nevidimniy eshikning orqasida, ko'rinmas eshikning orqasida o'zini katta bo'lgan sanuzelga ega ekan o'rtoqlar. Lekin har qayerda ulgurib qoladigan joyi 230 ming AQSh dollariga bunaqa vid, bunaqa remontli hech qayerdan topa olmaysizlar. Nesvani 9-qavatida turibmiz. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, qolgan to'liq ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa, shunaqa zo'r uylarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mani sahifamga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.